Go'zallik san'atidagi jozibali asar, harakatdagi maqom va estetikaning timsoli, shon, sharaf va nufuzning birlashgan simboli. Bu kabrioletda yo'l sahna, siz esa uning porlayotgan yulduzi. Mercedes-Benz SL680 Maybach, yuksak nodir martaba. Mercedes-Benz va Maybach, ikki yirik nom, ikki dunyo, bu texnologiya va lyuksning birlashmasi. 2023-yilda ilk marta taqdim etilgan bu kabriolet 2025-yilgi yangi SL platformasi asosida chiqarildi. Unga Maybachning lyuks va maqomga oid an'analari, Mercedes-Benzning eng so'nggi texnologiyalari qo'shilib, yo'llardagi bir noyob asar yaratildi. Bu model premium kabrioletlar olamida estetika, qulaylik va innovatsiyaning yuksak cho'qqisi. Bu kabriolet go'zal nafosatning o'zi. Uning qizil kuzovi go'yo yurakdan chiqqan ehtiros melodiyasi. Qora kapot koinotdan tushgan noyob toshdek teranlikka ishora qiladi. Unga tushirilgan Maybach logosi esa har bir santimetrda yuksaklik va naqadar ekskluzivlikni ta'kidlaydi. Bu nodir nafosatlar Maybachning haqiqiy merosi va oliy ramzi hisoblanadi. Oldingi panjaradan tortib orqa qismdagi Exus turbalarigacha yulduzlardek porlagan xrom bezaklar sizga lyuks dunyodan salom beradi. Oq rangli saloni esa yuksak mavqega ega insonlar uchun haqiqiy estetik sahna. Ko'janing har bir chok yo'llari Maybach logosi tushirilgan detal bu benazirlikni qo'lda ushlab bo'lmaydigan, faqat his etiladigan jihat. Unda 4 litrli va 8 twin turbo motor, 580 ot kuch, 0 dan 100 gacha 4.1 sekund. Lekin Maybachda raqamlardan ham muhimrog'i uning harakatdagi jozibasi. Bu motor sizga shukuhni eshittiradi. Har bir gaz bosishda tovush emas, balki maqom sadosi eshitiladi. Bu go'zallikni hozirgi kundagi taxminiy narxi 235 ming yevro atrofida turadi. Bu model yurakni tez urdirib, yuksak darajaga chorlovchi teranlikning birlashmasi. Mercedes-Benz SL680 Maybach. Bu yo'ldagi har bir daqiqangizni shohona va benazirlikka aylantiradi. Va bu kabriolet orqali siz yuksak darajadagi hayot uslubini tanlaysiz. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalar. Mercedes fanatlariga yuborib qo'yamiz.